Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi sizlar bilan ko'radigan mashg'ulotimiz 3D o'lchamli izometriya shaklida berilgan bizga chizmani qanday chizishni o'rganamiz. Buning uchun o'qlarimizni X, Y, Z ko'rinishga ya'ni yuz izometriya ko'rinishiga o'tamiz. Ekranni yuz izometriya detalimizga e'tibor berib qarasanglar, mana X o'lchami gabarit o'lchamlari 152 ga teng, Y o'lchami 100 ga teng hamda balandligi Z o'lchami 82 ga teng. Mana shu o'lchamlarni o'qigan holda biz detalimizni chizamiz. Detalni chizishi bir nechta usullari bor. Men imkon qadar sizlarga osonroq bo'lgan usulda chizib ko'rsatishga harakat qilaman. Buning uchun 152 182 bo'lgan yashik chizib olaman birinchi. Yashik buyrug'ini yuklayman. Ishonchani bir marta ekranga olib kelib bosaman. Mana yashik chizishni boshladi. Kuchukcha sabashga 152,100,82 enter. Mana yashikchamizni chizib oldik. Mana shu razmerda. Demak, bu yashigimizdan mana shu detalimiz katta emas. Endi shunday tushuntirsak bo'ladi. Ya'ni bu yashikdan shu detalni kesib mana shu holatga detal shakliga olib kelish mumkin. Ortiqcha joylarini kesib tashlab. İşte demak mana bu yerdan nimadan boshlaymiz endi. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun ko'rinishlarni mana hozir 2D karkas ko'rinishda turibdi bu. Biz o'tishimiz mumkin mana 3D karkas yoki bo'lmasam 3D skritty, bo'lmasam reality ko'rinishga, realniy ko'rinishi hamda konseptualniy ko'rinishlarga o'tishimiz mumkin. Shu konseptualniy ko'rinishi bizga qulay hozir holatda. Demak, mana shu yashikni endi belgilab turib расчленить, ya'ni portlatadigan bo'lsak, mana расчленить tugmasini bosib sochib yuboradigan bo'lsak, bosaman. Yashigimiz mana har bitta devori alohida bo'lib sochildi. Bir marta ishlatganimda yana bir marta belgilab turib bu yashikni ikkinchi marta расчленить buyrug'ini bosaman. Mana endi devorlarni ham olib tashladi, faqat chiziqlarni o'zi qoldi mana chetki karkas. Demak, mana shu holatda kelgandan keyin o'qlarimiz mana rangli holatga o'tdi. Biz mana bu strelka tomonidan kuzatganimizda detalni, ya'ni frontal proyeksiyasida nima ko'rinadi bizga, shuni o'qishimiz kerak. Mana bu yerdan e'tibor beringlar, mana shu joyi bizga frontal ko'rinishda ko'rinyapti. Mana shu yuzasi detalimiz. Shu yuzani chizishga harakat qilaman yashikni, demak mana bu tomoniga. Buning uchun keling sizlarga ajralib turish uchun chiziq turini qizil qilib belgilab olaman. Qalamligini sal 3 mm tanlayman. Hamda bu yerdagi vest tugmasini yoqib qo'yamiz. Mana endi chizishni boshlayman. E'tibor berib qaranglar, mana bu tomoni demak aylana, yarim aylana ekan, faqat buni markazi asosiy liniya bilan eng pastki liniyada sal yuqoriroqda joylashgan ekan. Ya'ni 10 mm yuqorida. Mana shu o'rtasidan 10 mm yuqorida ekan markaz. Buning uchun to'g'ri chiziq kesma buyrug'ini yuklayman. Mana shu detalimiz o'rtasidan yuqoriga 10 mm chizaman. Enter. Ikkinchi marta yana enter bosdim, tugatdi. Mana shu yerdan aylana chizaman. Demak, markazi shu yerda 10 mm yuqorida. Aylana buyrug'ini yuklayman. Mana shu markazni tanlab turib chizadigan bo'lsak, mana aylanamizni bu shaklda chizyapti. Ya'ni X, Y o'qlarimizga e'tibor bering. Mana shu X, Y o'qi bo'yicha chizadi. Bizga bu holatda demak chizgani hozir kerak emas. Buni chizib yoki aylantirishimiz kerak bo'ladi. Keling, tayyor chizishni o'rgataman. Buning uchun
Mana bu yerda PSK buyruqlaridan panelidan PSK buyrug'ini birinchi buyruqni tanlayman. O'qlarni biz o'zimiz holatini o'zgartirishimiz mumkin. Demak, sichqonchani olib kelib bir marta bosaman. Mana o'qlarni joyini aylantirsam, o'zgartirib xohlagan tarafga qo'yishimiz mumkin. Keling, yuqoriga yo'naltirib kursorni bir marta bosaman, X qo'yamiz. Demak, o'ng tomonga yo'naltirib yana bir marta bosaman, Y ni joylashtiramiz. Mana yuqoriga X, tomonga Y. Z o'z-o'zidan demak 3-tomonga tushadi. Tamam tarzda. Endi aylana chizadigan bo'lsak, mana aylana buyrug'ini yuklayman. Markazini mana bu nuqtani tanlayman. Chizsam mana bu tomonga chizyapman. Ya'ni endi bu aylanamizning radiusi 30 ekan. 30 enter qilamiz. Mana bu aylanani belgilab delete tugmasini bosib o'chirib tashlaymiz. Demak, aylanani chizib oldik. Endi e'tibor bering, aylana mana bu yergacha kelgan. Pastiga demak 10 mm pastga chizishimiz kerak mana ikki tomonda. Buning uchun kesma buyrug'ini yuklayman. Kesmani yuklab, mana shu aylanani kvadrant nuqtasidan ushlayman. Mana birinchi nuqtani oldim. Pastga to'g'ri yo'naltiraman. Mana to'g'ri chiziqgacha chizdim mana. Bundan keyin bu burchagigacha olib kelaman. Endi yuqoriga esa 20 mm ekan mana qalinligi. Demak, yuqoriga kursorni yo'naltirib 20 enter 20 chizaman. Va yana bir marta enter bosaman. Ikkinchi tomoniga ham chizaman xuddi shu narsani. Demak, kesmani yuklayman. Mana bu yerda kvadrant nuqtasidan ushlayman. Pastga to'g'ri yo'naltiraman. Mana belgiladim bu chiziqni. Olib kelib mana bu nuqtaga uladim. Yuqoriga buni ham yo'naltirib to'g'ri 20 enter qilamiz. Va yana bir marta enter bossak mana chizib turadi. Endi ortiqcha joylarini, aylanani pastki qismlarini kesib tashlaymiz. Обрезать buyrug'ini yuklab, demak shu buyruq orqali mana enter bir marta bosib olib turib, keyin ortiqcha joylarini o'chirib tashlaysizlar. Bu yerda ham aylana chiqib turgan joy bor, mana olib tashladik. Mana bu shaklga kelib oldi. Escape. Endi mana bu eng yuqori qismigacha 82 ekan. Bundan 28 ni ayirsak mana bu qismigacha keladi. Mana bu qismigacha mana. Demak 82 dan 28 ni ayirsak 54. Kesma buyrug'ini yuklab, mana shu eng pastki nuqtasidan demak yuqoriga 54 chizaman. Shu yuqoriga yo'naltirib qo'yamiz. E'tibor bering, yuqoriga yo'naltirganda demak mana davom etuvchi nuqta chizig'imiz to'g'ri turishi kerak. Hamda polyarniy liniyasi 0 gradus ko'rsatgan bo'lishi kerak yoki 90. Demak, bu yerda 54 enter bosaman. O'ng tomonga yo'naltirib mana polyarniy liniya yonyapti. Bu tomonga masofasi 100 ekan, 100 yarmisi 50 ta olaman. Enter. Hamda mana shu nuqtani olib kelib bunga ulayman mana. Enter. Va bu tomonni ham chizamiz. Enter yana bir marta bosib buyruqqa qaytdi. Chap tomonga mana kursor to'g'ri yo'naltirib 50 enter. Hamda bu nuqtani olib kelib mana bu nuqtaga ulayman. Enter. Endi mana bu chiziqlarimizni yordam chizuvlarni delete qilib o'chirib tashlasak bo'ladi. Mana natijada mana shu strelka tomonidan kuzatganda frontal ko'rinishda asosidagi detalni frontal ko'rinishini chizib oldik. Endi bu detalimizga qalinlik beramiz. E'tibor bering, mana demak Y o'q bo'ylab 100 qalinlikka ega ekan. Qalinlik berishdan oldin oblast qilib bularni bog'lab olamiz bir-biriga. Mana oblast buyrug'ini yuklayman. Chiziqlarni 1 2 xohlasanglar bittalab belgilab chiqasizlar. Xohlasanglar mana bu shaklda belgilashingiz mumkin. Mana to'liq ichiga kirgan chizuvni oladi.
Mana shu yerda mana belgilasak, hammasini belgilayapti. Bunaqa holatda bundoq strelkani bir marta bosib chiqincha ichiga olasizda, yana bir marta bossangiz mana shu joyda o'zini belgilaydi. Enter tugmasini bosdim. Mana demak, ya'ni biz oldiniga alohida uzilganda endi qog'ozdan kesib olingan shaklga o'tdi, ya'ni obrasga o'tdi. Endi bunga Vidavit buyrug'i orqali 100 qalinlik beramiz. Mana Vidavit buyrug'ini yuklayman. Modelирование panelidan Vidavitni yuklayman. Shaklni belgilayman. Enter bosaman. Mana qalinlik berishni boshladi. Qalinlikni demak 100 enter qilsak mana yashigimiz bilan barobar qilib bizga 100 qilib qalinlikni berdi. Endi shift tugmasini bosib hamda sichqonchani o'rtadagi roligini bosamiz. Ikkalovini barobar qo'yib yubormasdan sichqonchani bundoq yurgizsak mana detalimiz demak har tomondan kuzatib olishimiz mumkin. O'zimizga qulay qo'yib yuboramiz. Joyiga qaytish uchun esa yana 100 izometriya ko'rinishga o'tamiz. Ko'rinishlar panelidan mana 100 izometriya birinchisi 100 izometriyaga qo'ysak mana joyiga qaytadi detalimiz. Yaqinlashtirib olamiz. Endi mana bu chiziqlar bizga endi kerak emas, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun men chizdim. Mana yashigimiz chizuvlarini endi delete qilib o'chirib tashlasak bo'ladi. O'chirib tashlaymiz bularni. Aylantirib qarasak bu tomonida ham bor mana chiziq. Buni ham delete qilib o'chirib tashlaymiz. Joyiga qaytamiz 100 izometriyaga. Xo'p. Endi bu yerda ham chiziq qolibdi. Bu detalimiz ustki tomonini quramiz. Ustki tomoniga e'tibor beringlar. Demak, mana bu yerda sal ichkariga kirgan ekan. Masofasi demak buniki 100 bo'lsa, mana bu tepa qismi 100 hozir bizda. Yuqorisida esa yuqorisi mana 80 ga teng ekan mana bu joyi. Mana 80 ga teng ekan bu joyi. Hop. Olaylikmi? Iloji bo'lsa mana shu variantda qo'lingizga chiqarib, qog'ozga chiqarib olgan holatda chizasiz. Keyin endi mana shu yerdan demak 80, 100 dan 80 ayirsak 20 qoladi. Demak, bu tomonga 10, bu tomonga 10 ekan. Mana shuni ichkariga chizamiz. Endi detalimizni keling belgilayman. Men sariq rangga o'tkazib turaman endi. Chiziqlarimiz yaxshi ko'rinishi uchun. Xo'p. Kesma buyrug'ini yuklaymiz. Kesmani yuklayman. Mana shu burchagidan bu tomonga yo'naltiraman. Demak 10 enter. Mana chizdim. Endi yuqoriga hisob-kitoblarga qarasak, mana demak 28 ekan. Tepasini qalinligi 10 ekan. Orasidagi demak masofa ham mana bu tomonga yozilgan 10 ekan. Hamda o'shanda demak pasti 8 qoladi. Demak, birinchi yuqoriga 8 enter. Ichkariga demak mana bu tomonga chap tarafga yo'naltiraman kursorni. Buni ham hisoblasak, umumiysi 100 bo'lsa, demak tepasi bizda mana bu joyi mana 66 ko'rsatyapti. 100 dan 66 ni ayiramiz. 34. 34 ni 2 ga bo'lsak 17. 17 yozaman, enter. Demak, yuqoriga yo'naltiraman yana 10 enter. Yana bu demak past tomonga yo'naltiraman. Bu yoqqa yana 17 enter orqaga qaytamiz. Yuqoriga yo'naltiraman yana 10 enter. Endi mana bu tomonga yo'naltiraman yana kursorimizda bu yoqqa demak keling yarmisini chizib tura qolaylik. 50 enter. Yarmigacha chizdim. Endi mana shu yerdan bu detalimizni belgilab turib, bu chiziqlarimizni, qizil chiziqlarni
Mana bu shaklda olsak ham bo'ladi. Mana qizil chiziqlarni belgilayman. Zerkalniy отражение buyrug'i bilan mana zerkalniy отражениeni yukladim. Demak, ikkita nuqta ko'rsatishimiz kerak bu yerda. Shu nuqtalar orasida zerkalniy отражение demak bizga mana eng pastki nuqtasini ko'rsataman. Keyin yuqori nuqtani ko'rsataman. Mana to'g'riga qo'yib. Bir marta shonchani bosdim hamda enter. Mana zerkalniy qilib qo'yib berdi. Xohlasangiz bu tomonni ham to'g'rilab chizib chiqishingiz mumkin yoki bo'lmasam. Endi pastki qismi qoldi. Yana kesma buyrug'ini yuklayman. Mana bu demak nuqtadan mana bu nuqtagacha chizib qo'yamiz. Bog'laganda to'g'ri bog'lashingiz kerak. Demak, chiziqlarni mana enter. Mana. Endi bu pastdagi demak asosini biz frontal ko'rinishini chizib 100 qalinlik berdik. Endi bu yerda esa bu tomondan kuzatamiz, ya'ni profil ko'rinishini chizib oldim mana shu detalimizni. Hamda demak shu detalni bunaqasiga demak qalinlik beramiz. Ya'ni qalinligi 80 qalinlik beramiz. Keling bu yerda yana aylana joyi bor ekan, mana kesilgan. Buni ham chizib olamiz. Aylanani yuklayman. Mana shu qizil chizig'imizni o'rtasidan topamiz. Mana o'rtasidan chizadigan bo'lsak, mana aylana yana bu tomonga chizyapti. Keling, bu bizga bu variantni to'g'ri kelmaydi. O'chirib turamiz. Yana PSK buyrug'ini yuklab, o'qlarni almashtirishimiz kerak joyini. PSK buyrug'ini mana yuklayman. Demak, X yuqoriga turibdi hozir bizda. Biz X ni yuqoriga emas, mana bu o'ng tomonga qo'yamiz. Y ni esa demak Y ni mana bu tomonga qo'yishimiz kerak. Yo'q, X noto'g'ri qo'yib qo'ydik. Kechirasizlar, mana escape qilaman. Demak, PSK ni yuklayman. Birinchi nuqtani shonchani bosdim. X ni yuqoriga qo'yamiz. Y ni esa mana bu o'ng tomonga qo'yamiz. Chap tomonga, mana Y ni chap tomonga qo'yamiz. Demak, Z mana bu tomonga tushdi. Endi aylana chizadigan bo'lsak, mana aylana, demak mana bu aylanamizni radiusi bizga bu chizmamizda keltirilmagan ekan, lekin mana bu kattaroq bo'lgan qismini o'lchami 56 berilgan. Keling, mana shu 56 dan kichikroq qilib radiusni diametri 50 olamiz. O'shanda radiusi 25 bo'ladi. Aylanani yuklayman. Mana shu chizig'imiz o'rtasidan mana chizam. Kechirasizlar, bu yerda hozir noto'g'ri beryapti bizga. Bu holatda berish kerak emasdi. Mana shu o'qni mana shu yerga olib kelib qo'yadigan bo'lsa, PSKni shu yerda o'zida qursak, X bu tomonga, Z bu tomonga bo'lib qoldi. Boshqatdan mana PSKni yuklaymiz. O'qni mana shu yerga o'ziga qo'yamiz. Yuqoriga X, mana bu tomonga Y qo'ydim mana. Endi aylanani yuklayman. Shu nuqtadan aylana chizadigan bo'lsak, demak yana hozir nimagadir mana bu holatda chizyapti. Keling mayli. Endi buni bundoq qilamiz. Mirovoy eskani bosaman, o'qlar joyiga qaytdi. Aylanani yuklayman. Mana shu nuqtadan chizaman. Radiusi 25. Enter. Mana bu holatda chizib berdi bizga. Endi buni aylantiramiz mana. 3D поворот buyrug'i bilan, mana bu 3D поворот buyrug'i bilan mana shu aylanani belgilayman, yuklab belgiladim. Enter bosdim. O'qlarni mana o'rtaga qo'ydi. Demak, yashil o'qni tanladim. Hamda 90 enter qilsam mana aylanani burib berdi. Escape. Mana shu holatdagi aylana kerak edi bizga. Bu usulda chizsangiz ham bo'ladi. Demak, ortiqcha joyini kesamiz. Обрезать buyrug'ini yuklab, enter bir marta bosasizlar, demak mana shu aylanani
kesamiz. Bu yerda hozir bir-birini topolmayapti nimagadir. Mana shu holatda aylanani kesib olishimiz kerak. Hop, shaklimiz mana. Hammasi to'g'ri. To'g'ri ketyapti. Hop, obrezать buyrug'ini yuklayman. Mana bu yerda keling bitta chiziq chizib olaylik. Agar kesmayotgan bo'lsa, enter. Obrezать buyrug'ini yuklab, mana shu joyidan kesib tashlashimiz kerak. Nimagadir bizga hozir kesishga ruxsat bermayapti. Mana bu yergacha demak chizaman. Ustidan kesish. Hop. Qarang, bo'lmasa bundoq qilamiz. Aylanani hozir bu usulda emas, mana o'chirib turamiz. Delete. Mana shu detalimizni o'zini oblast qilib olaman. Ya'ni oblast buyrug'ini yuklaymiz. Detalni o'zini ichiga belgilab turib, mana shu chizgan chizmamizni ko'rinishda o'zini. Enter bossam mana oblast holatga keldi. To'xtanglar, bu demak oblastga kelmayapti. Nimagadir qayerdadir uzilish bor detalimizda. Bir-biriga bog'lanmay qolgan ya'ni. Mana shuni hisobiga kesmayotgan bo'lish kerak. Demak, belgilab buni tepa qismini o'chiraman. Boshqatdan bitta liniya chizib ko'raylik. Enter. Hop. Oblastni yuklayman. Detalimizni hammasini belgilayman. Demak, mana bu yog'i ham qo'shilib ketdi. O'shani hisobiga olmayapti. Oblast bittalab belgilab chiqing. Xohlasangiz mana 1 2 qilib bittalab boshqa chiziqlar qo'shilib qolmasin. Ularni o'zini belgilab olamiz mana. Xo'sh. Bu yerda detalimiz qo'shilib qoldi. O'shani hisobiga xatolik kelib chiqishi mumkin. Enter bosdik, mana olmayapti. Demak, mana chizig'imiz detalni ichiga. O'shani olganda demak faqat chizig'ini o'zini olishib beraman. To'g'ri ketyapti endi. Belgilab chiqamiz bularni hammasini. Mana belgilab enter bossak, mana oblastga aylandi. Xo'p. Buni endi qalinligi 80 ekan. Belgilayman. Detalda ustiga bir marta bosaman. Vidavit buyrug'ini yuklayman. Bunga demak mana bu tomonga 80 enter qilaman. Mana ustidagi demak shakl hosil bo'ldi. Endi boyagi silindrimizni radiusi 25 ga teng ekan. Mana shu silindrni bu tomonga alohida chizib olaman. Silindr buyrug'ini yuklayman. Yukladim. Chizadigan bo'lsak, mana silindrni mana bu tomonga chizyapti. Bizga bu tomonga emas, yotgan holatda kerak. Buning uchun PSK buyrug'ini yana yuklab turib, o'qlarni o'zgartiramiz. Demak, bosdim. Sichqonchani yuqoriga to'g'rilab X bir marta bosaman. Bu tomonga to'g'rilab Y bo'ladi. Yana bir marta bosaman. Mana demak o'qlarimiz bu holatga keldi. Endi silindrni yuklab turib chizadigan bo'lsak, mana silindr yukladim. Bir marta bosdim. Radiusi 25, enter. Uzunligi esa 80 bo'lsin. 80, enter. Mana shu silindrni endi belgilab, demak, surish buyrug'i orqali, surish buyrug'i, peremestik buyrug'idan foydalanib
Shu aylanamiz silindr mana eng pastki kvadrant nuqtasidan ushlayman. Kvadrant nuqtasidan ushlab olib kelib mana shu aylanamizga demak qo'ymoqchi bo'lsak, to'xtang, nuqtani bizlar boshqa joydan ushladik. Escape. Mana belgiladim silindrni. Markazdan ushlar ekanman. Переместить buyrug'ini yukladim. Markazdan ushladim silindrni. Olib kelib mana shu chizig'imizni o'rtasiga mana seridinaga qo'yamiz. Mana joylashtirdik. Demak, bu silindrni deletni o'chirib tashlaymiz. Endi kesamiz. Kesish uchun mana вычитание buyrug'ini yukladim. Вычитание. Qolish kerak bo'lgan detalimizni ustiga olib kelib sichqonchani bir marta bosaman, enter bosaman. Silindr ustiga olib kelib sichqonchani bir marta bosaman, enter bosaman. Mana olib tashladi mana shu qismini. Demak, tepa qismi ham hosil bo'ldi. Endi mana bu joyda o'yig'i bor ekan, mana qarang. Demak, bu o'lchami 40 ga teng ekan y ga, x o'lchami esa 10 ga teng ekan. Buning uchun biz o'qlarni joyiga qaytaramiz. Мировой SK demak bosamiz. Mana o'qlar joyiga qaytdi. Endi mana shu yashikni chizamiz. Mana 40 ga 10 bo'lgan yashik. Yashik buyrug'ini yuklayman. Sichqonchani bir marta bosaman. Mana chizishni boshladi. Sabachka tushunchani yozib, demak x ga 10 enter 10 virgul uzr. Demak 20 emas, y ga 40 virgul z ga esa keling 80 taxminan uzunroq bo'lsin. Enter. Mana shu yashikchani yasab oldim. Shu yashikni belgilab turib, kopiya buyrug'ini yuklayman. Mana kopировать yukladim. Yashikni mana bu o'rtasidan ushlaysizlar. Seridina chiqadi mana. Olib kelib mana bu qismiga seridina yozuvi chiqadi, o'rtasiga joylashtiramiz. Qo'ydik mana. Escape. Ikkinchi tomoniga ham mana aylantiramiz. Sichqonchani demak roligini shift bilan baravar bosgan holatda harakatlantirsanglar, detalimiz mana aylanadi. Endi bu yashikni belgilayman. Ustiga olib kelib sichqonchani bir marta bosib, kopировать buyrug'ini yuklayman. Mana shu orqa tomondagi seridina nuqtasidan o'rtasidan ushlayman, pastidan olib kelib mana bu detalimizni mana seridina o'rtasiga qo'yib joylashtirdim. Escape. Mana detalni demak ikki tomoniga qo'ydik. Mana bu yashikni delete qilib o'chirib tashlaymiz endi. Mana mana ikkala tomoniga to'g'ri qo'ydik. Endi kesib tashlaymiz bu yashikchalarni bir-biridan. Demak, вычитание buyrug'ini yuklayman. Katta detalimiz, asosiy detalni belgilab turib, enter bosaman. Kichkina yashiklarni demak bir belgiladim. Ustiga olib kelib ikkinchisini ham bosdim, belgiladimda enter bossam mana kesib berdi. Mana shu joyi kesildi. Mana bu chizuvni demak delete qilib o'chirib qo'yamiz. Bitta chizuvlarni orqa tomonida ham bor, xuddi shunaqa. Shunda o'chmay qoladi bular. Mana detalimizni mana shu qismini chizib oldik. Ko'rayotgan bo'lsanglar, kesdik. Endi yuqorisida mana bu yerda mana 20 ga 56 bo'lgan demak to'rtburchak shaklida kesib teshilgan ekan bu detal. Keling bundan oldin mana bu usti bilan pastini belgilab turib, объединить buyrug'i orqali bularni birlashtirib olishim kerak. Mana объединить buyrug'ini yuklayman. Hamda detalni olamiz. Ikkalovini ham baravar belgilab enter bossak, mana yaxlit detalga o'tdi. Rangini ham bir xil qilib olamiz. Demak, belgilayman. Rangini mana bu yerdan sariq qiladigan bo'lsak, hamma joyi demak sariq detalga aylanadi. Xo'p. Endi ustidagi demak 20 ga 56 bo'lgan teshikchani hosil qilish uchun 20 ga 56 yashik yasaymiz. Yashik buyrug'ini yuklayman. Sichqonchani bir marta bosaman mana. Sabachka uchuvchi x ga 20 virgul y ga 56 virgul hamda z ga keling 100 enter z uzunroq qilaveramiz. Negaki teshib o'tish kerak bu.
Mana shu shaklimizni olib kelib shu yerga qo'yamiz. Qarang. Detal belgilayman yashikni, kopiya buyrug'ini yuklayman. Mana shu yashikni qarang qayerdan ushlayman. Mana bu joydan ushlaymanda yashikni o'rtasidan seredina ushladim. Olib kelib mana shu yerga joylashtirishim kerak. O'rtasiga joylashtiradigan bo'lsak hozir xato bo'ladi. Negaki bu yashigimizga e'tibor bersanglar salgina demak kattaroq bu 25 radiusdan. Ya'ni 56. Bu demak mana shu o'rtadan 3 millimetr ichkariga kirgan bo'lishi kerak. Buni qanday ishlatamiz? Buning uchun mana obyektni привязка buyrug'ida eng birinchida yuqorida panelida demak точка отслеживания degani bor. Bu demak vaqtinchalik nuqtani belgilab turish uchun ishlatiladi. Mana shu buyruqni yuklayman. Bu buyrug'imiz demak obyektni привязка degan panelda eng yuqorida birinchida joylashgan. Точка отслеживания bir marta bosdim. Olib kelib turib mana shu uchburchakni seredina yozuvga olib kelib mana markaz o'rtasiga bir marta bosaman. Mana shu yerga vaqtinchalik nuqta qo'ydi. Endi mana bu tomonga yo'naltiraman deb demak to'g'ri yo'naltirasizlar. Bu yerda обязательно polyarniy liniya yonish kerak. Polyarniy liniya yondi. 3 enter qilsam mana 3 millimetrga surib qo'yib berdi. Escape. Mana shu nuqtadan demak ikki tomoniga ham mana bir xil 3 millimetr bu yoqqa, 3 millimetr bu yoqqa qo'yildi. Yoki bo'lmasam buni agar qila olmasangiz mana shu o'rtadan 3 millimetr tomonga to'g'ri chiziq chizib olib turib, shu chiziqni uchiga olib kelib joylashtirsangiz ham bo'ladi. Mana bu yashigimizni teshib o'tdi. Demak, mana bu yashikni endi belgilab delete qilib o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Mana demak natijada hosil bo'ldi. Endi vechitaniya buyrug'i bilan kesamiz. Vechitaniyani yuklayman. Katta detalni belgilayman. Enter bosaman. Demak, kichkina yashigimizni belgilayman. Enter bosaman. Mana demak ichini kesib ham oldik. Demak, detalimiz mana ko'rib turganingizdek tayyor holatga keldi. Mana shu tartibda ham demak chizsanglar bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Darslarimizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.